gapga ustajimi chandurmoqqa. Ya adash, men eng kelganda menga mushtaga qilmoqchi. Yansıma qiz bolama, g'azab yansıma. Chandurmoki oila sababidan kichigidan ishratxonaga setib etilgan bechora qiz bo'lib, uzun yillardan yoqi har xil bo'lmag'ur odamlar bilan uchrashish jarayonida bu qiz muhabbatdan umidini uzgan edi. Biroq Divadas bu qizning qalbidagi o'tni qayta yondirib etdi. Vay Divadas, sen hamma qizlarning o'tini yondirib yuramsa, Goluxonda ishlasang bo'lmamdi. Ya bo'lmasa mishada qilib qilib chilim tangshab bermamsa. Chandurmoki o'zining larzon usullari bilan Divadasga intoyin yaqinchilik qilib, ko'rdiganni ko'rib bo'lgan Divadas mengishdan burun Chandurmokini qishqirib, uning oliy janoblarcha tarbiya qilib, ikkinchi bundaq yerga dastmayman deb ketib qoladi. Esil Divadas, xuddi men makinoning oxirini ko'rmagandeklik aqibatdan sen Divadas to'yga tayyorlab qilayotgan Paruning qishiga kirib, o'zining xato qilganligini aytib, bu ishlarning hammasini ota-onasining obro'yi uchun amalsizlikdan Paru bilan ayrilib ketishga majbur bo'lganligini aytadi. Paru bo'lsa, sizning ota-onangiz bor, mening yo'qmikan? Sizlarning obro'yinglar va bizning yo'qmikan? Sizlar odam, biz odam emasmikanmiz deydi. Kechiring, men soddilik qildim. Kechiring degan bilan ish bitamda. Samimiy kechirim so'raganda qilmaysiz-ku. Mening tushuntirishimni angla. O buting. Hey, nimanda qilsiz Paru? Ova, menga vaqirayotamsiz? Meni uraydayotamsiz? Uranga. Divadasning o'z oldiga xatoligini to'nib kelganligini ko'rgan Paru, mo'shundaq vaqtda eshib olmasam, qandaq vaqtda eshib olatdim deb to'xtab qolmay vatildashga boshlaydi. Londonda o'qib kelgan bu isilzoda bola hayojonini bosolmay, "Homini kechirim so'ragandan keyin uritib kechirim so'raychi" deb uliga chiqqan Marjon bilan Paruning beshini yerib yutdi. Hamda asta yeniga kelib apo so'rashga boshlaydi. "Ey bichi, qasdan qilmaganman. Yey, apla, men Marjonga o'zilib ketdi. Bu nima qasdan qilmaganman?" Bu bir tayoq tekkandan keyin Paru o'zining asli Divadasini yaxshi ko'rdiganligini his qilib, "Bo'pti, siz bilan to'y qilolmasammi, to'yimga qo'ldash bo'lib bering" deb Banyangtonning orasidan bir o'rin berdi. Mana to'y boshlandi. Aro qo'liga ikki yo'parmoqni elib, beshiga oqirib ketgan nijozatni taqib olgan yo'ldishining o'pcho'risida peqira verib, erining poqini qatirib qo'ydi. Shuncha ballah, to'ydan burun poqonglarni pokiz tozalab etinglar. Bo'lmasa beshinglardan mangu ketmaydi. Bechora Divadas to'y qilib ketgan Parudan umidini uzib, hammani yangidan boshlaydi deb turishiga, Paru mabidan bu ikkisining muhabbatiga vakillik qiladigan chiroqni chiqarib, mendan undaq oson qutulolmaysiz deganda qilib, bechora Divadasni yana zizodochin qilib, ko'ngildagi o'chay degan o'tni qayta ulg'aytib yutdi. Divadas bo'lsa, bu ko'ngliga tutashgan o'tni qo'ydigan joy topolmay uyga opirib qo'yib yutdi. Uy, Kashaliya, mana ig'iz garmonni yaxshi chaldimmi? Ha, sizmi ayni vaqtda men bilan qizimni mushta chog'an. Endi navbat o'g'lingizga keldi. Etsi qizdirib chilloq bo'lib, Paru uydagi cho'nglarning oldiga salomga keldi. Mana qizim, o'zingiz ayda qiz balakansiz mana. Sizga bir fuli va qizim, mana men ko'rayotgan balla yo'ldishingizning burungi xotinning ballari. Endi siz tug'may deb mashin sayrim o'zgarib ketammi deb ansirab qo'ttamaysiz-da balam. Birdanda 3 balaning onasi bo'lib qolasiz. Ballarning cho'mi to'y qilib bo'ldi. Yana bir necha oygacha navirlikmi bo'lib qolasiz balam. Do'stlaringizdan ko'zidan o't chiqarib o'tsiz-da balam. Bu gaplar Paruga bek eg'ir keldi. Kash bo'lganda Paruning yo'ldishi Paruga ko'ngildagi gaplarni qiladi. Gapni qisqaliqlay. Men burun xotinimni yaxshi ko'raman. Shunga otaq xotin uydagi o'tin bo'lib bering. Sizni vurmayman, tillamayman, ham urmayman. O'zingiz tushunsiz, ha? Qarsam xeli o'qimishli qizda qilib tursiz. Zavod aslida drevering ansirmay. Bu kechida Paruning o'jirsi intoyin jimjit bo'lgani bilan Chandurmokining jibojensi qaynab ketgan edi. Keyin qismni ko'makchi bo'lsangiz, panu saloniga kiring. Salon nomi boshpatda yozilgan. Vi appa ko'rdingizmi? Pano salonda bir qismini boldirib qo'ysa, pul oladi ekan bir qo'y. Uysamcha qo'g'amni egib lyuliyansirab qilib ko'rib ketsak, de xalqimga bekorlik chiqarib beraydimi? De e'lon etib ketganlardan o'rgilay qo'g'amni egib qo'llab. 抖音